ipaklari tilladan, ipaklari demang zari tilladan, jilo bersam gullariga, jilo bersam gullariga, ko'zing olur bezaklari tilladan, ko'zing olur bezaklari tilladan. Qiziqqanlar bemalol uyimizga borib hunar o'rganishinglar mumkin. Shuning uchun tadbir tashkil etdik. Sizlarga tushunish uchun, ko'rsatish uchun olib keldik. Bemalol ko'rib, hunarimiz bilan tanishib, hammanglar bir-biringlar bilan fikr almashinglar mumkin. Do'ppi qanday paydo bo'lgan, milliy liboslarimizdan biri bo'ladi. Mana bunday holatlarda tikilib, shu holatga keltiriladi va shu shakllar beriladi. Kim qiziqsa, uyimizga borib, bemalol tikishi, hamma hunarlarni o'rganishinglar mumkin. Albatta, sotib olib tayyorlash bo'lsa, unda bir haftada 3 ta, 2 ta do'ppi tayyorlanadi. Yaxshigina jim o'tirib tiksangiz. Agar uyingizga mehmon kelib qolsa, hunaringiz bo'lsa, yutib ketaverasiz. Sizlar nima tikishni bilasizlar? Ko'chilikka boraman. Ko'chilikka borasizlarmi endi? Yaxshi. Ko'chilik ham juda kasb, hunar. Lekin hamma narsani ham o'z vaqti, o'z nimasi bo'ladi. Biror marta o'qish nimalardan o'tganingizda, bu ish bilan ham shug'ullansangiz, dadangizga, akangizga bitta do'ppi tikib bersangiz ham xursand bo'lishadi. Qachon hunarsiz nima bo'lmaydi. Mana men hozir hunarmandchilikda 7-avlod sanalaman. 27 yil bo'ldi shu hunarni o'rganganimga. Hozirda shu onam bilan birgalikda hamma tadbirlarda, hamma viloyatlarda bo'lib kelyapmiz. Chet ellarga ham arafasidamiz. Shu hunarimiz orqasidan dunyo kezyapmiz. Hamma narsani o'z vaqti soati, o'z nimasi bo'ladi. Vaqtida yaxshi hisoblanadi. Har bitta erkaklar do'ppisi qaysi birini o'rganaman desangiz, qizlarning do'ppisini tikishni o'rgatamiz. Biri belbog', zardozlik bilan qaysi? Bular har xil narsa bo'ladi. Guliga qarab 250 mingdan boshlanib boradi. Bu Andijon nusxasi. Bizda zakaz bo'lgani uchun xuddi shu o'zimizni nimaga xoslab pastroq qilib tikilgan. Andijonniki bilasiz, juda ham baland va o'ta noqulayroq bo'ladi. Bu Toshkent do'ppisi. Har doim ham milliy liboslarda har doim. Bu ham tikiladi. Bu ham qo'l mehnati. Nimani? Bir haftada gulini olsang, bir haftada 2 ta bitiladi. Agar asosiysi gul bitadi. Ba'zi gullar bor, zakazga tikib berishadi. Ular 1 oyda, 1,5 oyda ham bitadi. Guli yopishdi. Hammasi kesiladi. Hammasi igna ish. Qarang, igna ish. Igna bilan hammasi tikiladi. Bir xil chiqadi. O'rganib olsangiz, juda oson. O'rgangunizcha qiyin. To'g'ri, qizlar borishadi, o'rganamiz deb, lekin boshida qiynalishadi. O'sha bilan keyin tashlab qo'yishadi. Aslida o'sha birinchi qiyinchilikdan keyin o'tib olsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Aksincha, o'rganib, juda hunarli bo'lib, kasb bilan o'sha bizga o'xshab juda hunarli. Bu o'zida qoladi. Qog'ozni bu ham